أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hop, Alloh subhanahu va taolo nasib qiladigan bo'lsa, inshaalloh Alloh azza va jallani fazli bilan tavhid darslarimizda, la ilaha illalloh darslarimizda qolgan joyimizdan davom etamiz. Biz aslida bundan adashmasam bir 4 oy oldin yoki 5 oy oldin la ilaha illalloh kitobimizdan dars boshlagandik. Faqat Alloh subhanahu va taoloni qadari ekan, ba'zi bir sabablarga ko'ra bu darsimiz yarmida qolib ketgandi. Bugun niyat qildikki, Alloh azza va jallani yordami bilan shu qolgan joyimizdan davom etishlikka. Biz birinchi darslarimizda aytdikki, nima uchun la ilaha illalloh dedik. Ya'ni biz nima uchun la ilaha illallohga insonlarni da'vat qilamiz dedik. Mana shunda aytdikki, chunki bu la ilaha illalloh kalimasi butun payg'ambarlar mana shu la ilaha illallohga chaqirgan. Mana shu sababdan biz la ilaha illallohga chaqiramiz dedik. Va ana shu darsimizda yana aytdikki, chunki mana bu kalimani ma'nosi bilan bizni yaratilishimizni g'oyasi bir xil dedik. Va man xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, men insonlarda va jinlarda mengagina ibodat qilsinlar uchungina yaratdim deydi Alloh subhanahu va taolo. Mana shu g'oya bilan la ilaha illalloh g'oyasi bir xilligi uchun biz insonlarni la ilaha illallohga chaqiramiz degandik. Va ana shu darsimizda la ilaha illalloh kalimasini ichidagi iloh nima ekanligini aytgandik. Iloh nima edi? Iloh huval ma'bud, ibodat qilingan narsa edi. Ya'ni kimda-kim ibodat turlaridan birorta bir turni biror bir yog'ochga, biror bir toshga, biror bir insonga, biror bir moddaga sarf qilsa, u Allohdan boshqaga ibodat qilganligi uchun ibodat qilgan narsasini iloh qilib olishligini, ilohni ma'nosini ibodat qilingan ekanligini nima qilgandik? Ibodat qilingan ekanligini tushuntirgandik. Va ilohni ta'rifi bilan ibodat ta'rifini bir xil ekanligini, yonma-yon ekanligini, ajratib bo'lmasligini aytgandik. Nimaga? Chunki bir joyda iloh bo'lsa, ana shu joyda unga ibodat qiluvchi ma'bud bor. Bir joyda ibodat bo'lsa, ana shu bir joyda iloh bo'lsa, ana shu joyda iloh bor u yerda. Yoki xuddi shunday, agar bir joyda iloh bo'lgan bo'lsa, bu haqiqiy iloh bo'lsin, bu soxta iloh bo'lsin. Mana shu ikkalasini ham yonida nima qiluvchi bor? Unga ibodat qiluvchi bir ma'bud bor ekanligini aytgandik. Va Qur'oni Karimda ibodatni nima ekanligini, Qur'oni Karimdagi ibodatni ta'rifini, ibodatni turlarini biz zikr qilib o'tgandik. Va aytgandikki, bizni xalqlarimizda ibodat deganimizda faqatgina namoz aqlimizga keladi, faqatgina ro'za aqlimizga keladi, faqatgina haj aqlimizga keladi. Lekin Qur'oni Karimda biz bilmagan yoki bizga yot bo'lib ketgan yoki bizga tushuntirmayotgan insonlarni boshqa ibodatni ham turlari bor ekanligini aytgandik. Mana shu turlardan Alloh subhanahu va taolo bizga aytgandiki, hukm haqqini Allohga berishlik bu Allohga ibodat, Allohdan boshqalarga berishlik bo'lsa, bu Allohdan boshqalarga ibodat ekanligini aytgandik. Chunki Alloh subhanahu va taolo nima degandi bizga? Inil hukmu illa lillah. Hukm qilishlik yolg'iz Allohga oid. Amara alla ta'budu illa iyyah. U zot sizlarni faqatgina o'ziga ibodat qilishinglarni amr qilgan. O'zidan boshqasiga ibodat qilmasliginglarni amr qilgan deb hukmni Allohga berishlik bu Allohga ibodat, Allohdan boshqalarga berishlikni esa Allohdan boshqalarga ibodat ekanligini nima qilgandik? Aytgandik. Va bunga qo'shimcha qilib aytgandikki, Alloh subhanahu va taolo bizga Tavba surasida aytgandiki, ittaxazu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah. Ular Allohni qo'yib, o'zlarini din olimlarini va obidlarini arbaban min dunillah roblar qilib olishdi. Allohni qo'yib, o'zlarini olimlarini, boshqaruvchilarini, prezidentlarini nima qilishdi? Roblar
qilib olishdi degandik. Mana shu oyatni hadisda tafsirida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Termiziyda kelganda, shuda oldin xristian bo'lgan va keyinchalik musulmon bo'lgan Adi ibn Hatim kelib aytardiki: "Ey Allohning rasuli, men xristianman, men yahudiyman. Men o'zimni xristianlik vaqtimda, xristian bo'lib yurganimda yoki ta'biri joizsa yahudiy bo'lib yurganimda yoki yahudiylarning ichida yurganimda ularni va meni hech qachon ularga ibodat qilganimizni ko'rmaganman va hech qachon ibodat qilmaganman" degan. Ya'ni Adi ibn Hatim aqlida shunday deb o'ylaganki, bir insonga ibodat qilishlik uchun illoki unga nima qilishlik kerak? Sajda qilishlik kerak. Illoki ularga sajda qilib, ularga Allohsan deyishlik kerak deb o'ylagan, ta'biri joiz bo'lsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana bu tushunchani noto'g'ri ekanligini bildirib aytganki, yo'q degan. Alloh Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganki, sizlar mana shu boshqaruvchilar, mana shu olimiylar, mana bu o'zinglarga lider deb bilgan insoniylar Allohni biror bir halolini harom, haromini halol qilishganida sizlar ham mana bu narsaga tobe bo'lib, itoat qilib, bular bir narsani bilmasa ta'xirlashmaydi. Bularda bir bilgan narsasi borki, shu sababdan bular ta'xirlayapti. Biz bularga itoat qilishligimiz kerak deganmidinglar? Ta'biri joiz bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni deb aytgan. U ham bo'lsa, "Ha, ey Allohning rasuli, biz xuddi shunday qilganmiz" deganda, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, "Mana shu sizlarni ularni rob qilib olishinglar, mana shu ularga ibodat qilishinglar" deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qilgandi? Bizga bu oyatni tafsir qilib bergan. Demak, mana shu oyatdan tushungandikki biz Qur'oni Karimda ibodat deganda boshqa yana ibodatlar ham bor ekan. Bulardan bittasi hukm haqqini Alloh subhanahu va taolodan boshqalarga berishlikni ibodat ekanligini mana bu oyatda tushungan. Va yana aytgandikki, duoni ibodat ma'nosida ishlatilishligi ham bor edi. Alloh subhanahu va taolo nima deganda bizga aytgandiki, "Va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Robbimiz bizga aytdiki, menga duo qilinglar, men sizlarga nima qilay? Ijobat qilay. "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Shubhasizki, menga ibodat qilishlikdan kibrlanganlar bo'yin ekkan holatlarida, xor, zalil bo'lgan holatlarda jahannamga kiradilar degandi Alloh azza va jalla. Mana shu oyatni o'qiganimizda Alloh azza va jalla nima deyapti? Menga duo qilinglar deb turib, orqasidan menga ibodat qilishdan kibrlanganlar deb turib, Rasululloh Alloh azza va jallaning o'zi duoni ibodat ekanligini bizga xabar beryapti. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham Termiziyda kelgan, Abu Dovudda kelgan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, duo ibodatni o'zginasidir. Ad-duau huval ibada degandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va qala robbukum ud'uni astajib lakum oyatini o'qiganligini ko'rishligimiz mumkin. Va mana shu tarzda aytdiki, duo ham Qur'oni Karimda ibodat ma'nosida ishlatilganligini aytgandik va itoatni ham ibodat ma'nosida kelishligini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan va Alloh azza va jallani oyatlaridan o'rgangan. Va kelgan edikki, la ilaha illallohning shartlariga. Mana adashmasam 10 minut bo'ldi. Mana shu 10 daqiqaning ichida biz mana shu masalalarni tushuntirishga harakat qildik, qisqa va lo'nda qilib. Bugungi kelgan mavzuyimiz, o'sha yerda qolib ketgan mavzuyimiz shu ediki, la ilaha illallohning shartlari. Ya'ni bugundan boshlab Alloh subhanahu va taolo izn bersa, la ilaha illallohning shartlarini birma-bir o'rganishlikka va o'rgatishlikka va imkonimiz bo'lsa yodlab fahm qilishlikka harakat qilamiz. Nimaga fahm qilishlik? Chunki men mana shu 5-6 yil ichida ko'rdimki, juda ko'p odam la ilaha illallohning shartlarini biladi yoki tog'utni inkor qilishlik kerak deydi. Mushriklarni takfir qilmasa bo'lmaydi deydi. Jaholat uzrli emas deydi. Lekin birozgina o'tirib gaplashganingizda mana shu birodarlarda juda ko'pini bu masalani haqiqatdan fahm qilganligini ko'rmadim. Fahm qilishlik haqiqatdan ana shu mavzuni tushunishlik, to'liq haqiqiy ana shu mavzu haqida tasavvur qila olishlik. Lekin juda ko'p birodarlarda ichida men bu narsani ko'rdimki, hali fahm qilmagan. Fahm qilmaganligi uchun va mavzularni xoh la ilaha illallohning shartlari bo'lsin, xoh
o'sha takfir masalalari bo'lsin, xoh jaholatga uzr masala, al-uzri bil jahl masalalari bo'lsin yoki boshqa masalalar bo'lsin. Bu masalalarni fahm qilmaganligi uchun bularni o'z o'rniga o'tirtira olmaganligini ko'rdik. O'z o'rniga o'tirmaganligi uchun albatta nima bo'ladi? Bitta joyda yo haddan oshishlik yoki albatta buni xavorijlik bo'lib ketadi yoki albatta nima bo'ladi? Irjo botqog'iga botib murjiyalik bo'lib ketganligini ko'rdik. Shuning uchun qo'limizdan kelgancha shashilmasdan, kerak bo'lsa 15 daqiqada, kerak bo'lsa 20 daqiqa, kerak bo'lsa yarim soat, kerak bo'lsa 1 soat kichkinagina mavzuni ham qayta ko'rishlikka harakat qilamiz. Nima uchun? Shu sababdanki bu masalalarni yana ham osonroq fahm qilaylik va mana bu masalalarni yaxshi tushunib olaylik. Xo'p, aytdikki, la ilaha illallohni nima qilamiz? Shartlarini o'rganamiz. Avvalambor la ilaha illalloh shartlari nima? Buni bilishligimiz kerak. Ya'ni biz la ilaha illallohning shartlari bor deganimizda, o'zi bu shart nima degani? Shart nima degani buni bilishligimiz kerak. Biz bildikki, la ilaha bu nafiy qismi, la ilaha illallohni ikki qismga bo'lsak, la ilaha bu nafiy qismi, illalloh bo'lsa bu isbot qismi. La ilaha deganimizda biz butun Allohdan boshqa ilohlikni da'vo qilgan, men ilohman degan yoki Allohdan boshqa butun ibodat qilingan insonlarni, toshlarni, yog'ochlarni la ilaha deb turib nima qilamiz? Nafiy qilamiz. Ya'ni sizlar iloh emassizlar. La ilaha, hech qanaqangi iloh yo'q deymiz. La ilaha deb turib. Bu nafiy qismi. Illalloh ikkinchi qismi, bu isbot qilishlik qismi. Ya'ni mana bu butun ilohlikni da'vo qilgan yoki Allohdan boshqa ibodat qilinganlardan ilohlikni nafiy qilamiz, rad qilamiz, inkor qilamiz. Illalloh deb turib faqatgina Alloh subhanahu va taologagina, ya'ni yolg'iz iloh kim bu? Bizni yaratgan, bizni yo'qdan bor qilgan, bizga qonun tushirgan, bizga kitobni nozil qilgan, bizga rasullar yuborgan, faqatgina tavhiddan rozi bo'lgan Alloh bor deb turib bu ibodatlarni faqatgina nima qilamiz? Isbot qilamiz. Mana shu la ilaha illallohni shartlari bor deganimizda mana bu shartdan nimani qasd qilamiz? Yoki ulamolar o'sha qasidalarida, kitoblarida la ilaha illallohni shartlari bor degandagi mana bu shart kalimasidagi qasdi nima? Shart kalimasidagi qasdi nima? Birodarlar, shart kalimasini qasdi shuki, bizni o'zbekcha qilib, lo'nda qilib birinchi aytsak, misol uchun, men sizga aytamanki, har kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da shanba kuni yoki har kuni bizni tavhidga oid darslarimiz bo'ladi. Endi kimda kim mana shu soat vaqtida kelib 21:00 da mana shu kitob tugagungacha darsimizga qatnashsa, biz unga mukofot o'laroq nima qilamiz? $1000 bunga mukofot beramiz. Shart nima bu yerda? Mana bu joyda shart har kuni 21:00 da darsimizga kirishlik kerak to kitob tugagungacha. Endi aqli bor inson bundan nima tushunadi? Tushunadiki, men mana bu dars kitob tugagungacha har kuni shu darsga qatnashsam, darsni oxirida, yakunida $1000 mukofot olaman. Meni $1000 mukofot olishligimni yagona sharti har kuni mana shu soat 9 da darsga kirishligim deydi. Agar nima qiladi? Mana bu darsga kirmasa yoki mana bu darsni qoldirsa, mana bu darsga bir kun kirib, bir kun kirmasa, bir kun qatnashib, 3 kun qatnashmasa, bu mukofotni nima qila olmaydi? Ola olmaydi. Xuddi shunday Alloh subhanahu va taolo nima qilyapti? Yoki butun ulamo aytayaptiki, la ilaha illallohni shartlari bor. Ya'ni mana bu zikr qilinadigan shartlarni bajarganida bu insonga mana bu la ilaha illallohi foyda beradi. Yana bitta boshqa misol, bizni ibodatlarimizdan misol bersak. Qarang, misol, biz hammamiz 5 vaqt namozni farz ekanligini aytamiz va kunda 5 vaqt namoz o'qiymiz. Endi mana bu namozimizni o'qiyotganimizda ham namozimizni namoz bo'lishligi uchun
namozimizni qabul bo'lishligi uchun, namozimizni sahih bo'lishligi uchun, mana bu odam haqiqiy namoz o'qidi deyilishligi uchun namozni ham bir qancha nimalari bor? Shartlari bor. Bulardan birinchi shart nima? Namoz o'qiyotgan odam namozdan foyda ola olishligi uchun. Namoz o'qiyotgan odam namozidan foyda ola olishligi uchun namozni shartlarini nima qilishlik kerak? Bajarishligi kerak. Endi mana bu namozni shartlari nima? Birinchi shart tahoratli bo'lishligi kerak. Ikkinchi shart qiblaga qaralgan bo'lishligi kerak. Uchinchi shart avratlari yopilgan bo'lishligi kerak. Yana boshqa shart namozni vaqti kirgan bo'lishligi kerak va hokazo va hokazo. Endi bir odam namoz o'qiyapti. Bismillahirrohmanirrohim deb turib, qalbida niyat qilib, bomdod namozini 2 rakat sunnatini va 2 rakat farzini o'qiyapti. Allohu akbar deb namozga kirdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh deb namozni tugatdi. Endi bu odam namozni o'qidi. Lekin namoz o'qiyotgan vaqtida namozni birinchi sharti bo'lgan tahorat shartini bajarmagan bo'lsa, ya'ni namozni tahoratsiz o'qib qo'ygan bo'lsa, bu odamni namoziga biz namoz o'qidi, bu namoz o'qigan deya olamizmi? Deya olmaymiz. Nimaga? Chunki bu odam namozni birinchi shartini bajarmadi. Nima edi u birinchi sharti? Birinchi sharti tahoratli bo'lish sharti edi. Endi biz bunga nima deyapmiz? Bu namoz o'qimadi deyapmiz. Nimaga? Namozni birinchi shartini bajarmaganligi uchun. Endi biror odam kelib ayta oladimi? Axir bu sajda qildi. Axir bu birinchi rakatida Zam suraga Fotiha o'qigandan keyin Baqara surasidan 3 varoq, 5 varoq o'qidi. Ikkinchi rakatida Oli Imron surasidan 10 varoq o'qidi deb ayta oladimi? Birorta odam e'tiroz bildira oladimi? Bildira olmaydi. Nimaga bildira olmaydi? Chunki bu to'g'ri, mana bu narsalarni qildi. Lekin mana bu o'qigan narsalarini, mana bu o'qigan amallarini, qilgan harakatlarini qabul bo'lishligi uchun avvalambor mana buni birinchi sharti bo'lgan tahorat shartini bajarmadi. Nima qildi? Tahorat shartini bajarmadi. Endi bu odam tahoratli deylik. Birinchi shartni biladi. Namoz bo'lishligi uchun tahorat sharti bor. Endi tahorat shartini bajardida undan keyingi shart bo'lgan vaqti kirishlik shartini bajarmadi. Ya'ni bomdod namozi vaqti kirmasidan oldin namoz o'qidi. Bomdod namozi qabul bo'ladimi? Yana qabul bo'lmaydi. Yoki peshin namozini vaqti kirmasidan oldin peshin namozini o'qidi. Yana qabul bo'ladimi? Yana qabul bo'lmaydi. Ya'ni birorta odam kelib e'tiroz bildira oladimi? Yo'q, bu odam namoz o'qidi. Bu odam sajda qildi, ruku qildi, bu odam uzun-uzun sajdalarda turdi, uzun-uzun tilovatlar qildi deya oladimi? Deya olmaydi. Nimaga? Shart bajarilmaganligi uchun. Yoki tahoratli, u bilan birgalikda yana vaqt ham kirgan, avratlarini bekitgan. Lekin buni bajarishlik bilan birgalikda namozda biror bir harakatni, rukun bo'lgan harakatni qilmadi. Misol uchun Allohu akbar deb turib namozga kirmadi. Takbir aytmasdan kirdi. Yoki takbir aytdi, takbir aytishlik bilan hech qanaqangi uzr bo'lishiga qaramasdan qiyom shartini bajarmadi. Namozda qiyom bilan turmadi. Endi bu odamning namozi qabul bo'ladimi? Namozi qabul bo'lmaydi. Mana bu namozdan foydalana oladimi? Mana bu namozdan foydalana olmaydi. Nima uchun? Chunki bu namozni shartlaridan bo'lgan shartlarni bajarmagani uchun. Endi xulosa nima? Qandayki namoz o'qiyotgan odam namozdan bo'lgan biror bir shartlarni bajarmasa, buni namoz o'qidi deya olmasak, har bitta amalni qilishiga qaramasdan, sajda qilishligi, ruku qilishligi, sajdada uzun turishligi, rukuda uzun turishligi, tilovat qilishligi, tilovatlarni uzun qilishligiga qaramasdan, namozni shartlaridan bo'lgan bir shartni bajarmaganligi uchun biz bunga namoz o'qidi bu deya olmasak, xuddi shunday la ilaha illallohning shartlarini bajarmagan odamga, la ilaha illallohning shartlarini bilmagan odamga, la ilaha illallohning shartlarini umrida umuman qilmagan odamga la ilaha illalloh desa ham biz nima deya olmaymiz? Biz bunga la ilaha illallohni aytgan musulmon deya olmaymiz. Shart mana shu. Agar bir amalni sharti bo'lsa va u shartni biror bir odam bajarmasa, bu odamga u nima qila olmaydi?
foydala bermaydi. Qandayki namoz o'qiyotgan odamni namozidan foydalana olishligi uchun, namoz o'qiyotgan odamni namozidan foydalana olishligi uchun namozni shartlarini bajarishligi kerak bo'lsa, la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyotgan odam mana bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohdan foyda ola olishligi uchun u odam nima qilishligi kerak? U odam mana bu shartlarni bilib, mana bu shartlar bilan amal qilishligi kerak. Qandayki shartlari bajarilmasdan turib namoz o'qilgan odam unga foyda bermayotgan bo'lsa, namoz o'qigan odamga namozi xuddi shunday la ilaha illallohni shartlarini bilmasdan, la ilaha illallohni yoki shartlarga amal qilmasdan hayotida o'tkazgan odamga ham nima bo'lmaydi? Hayotida o'tkazgan odamga la ilaha illallohi foyda bermaydi. Bundan keyin endi ikkinchi masala. Bir odam namozga turdi, har bitta shartini bajardi. Tahoratli, namozni vaqti kirdi, qiblaga qaragan, avrati joylarini bekitgan va hokazo. Hamma shartini qildi. Endi mana bu namozni o'qishligini mobaynida namozni buzuvchi biror bir amalni qilsa, bu odam namozi buziladimi? Namozi buziladi. Misol uchun namozda gapirdi. O'zbekcha shunday gapirib qo'ydi. Namozdan bo'lmagan bir amal namozda gapirishlik namozni buzadi. Yoki namozda tahoratini buzib qo'ydi. Ya'ni yel chiqarib qo'ydi. Bu odamni namozi bo'ladimi? Namozi qabul bo'lmaydi. Namozi buzilgan bo'ladi. Nimaga? Chunki namozni buzuvchi bir amalni qilganligi uchun. Endi bir odam chiqib unga ayta oladimi? "Ey sizlar qanday bu odamni namozini namoz bo'lmaydi deyapsizlar? Qanday bu odamni namozi qabul bo'lmaydi, namozi buzildi deyapsizlar?" deb ayta oladimi? Ayta olmaydi. Nimaga? Chunki bu odam namozni buzadigan amallardan bitta amalni qilganligi uchun. Namozi qabul bo'lishi uchun nima qilishlik kerak? Oxirigacha namozni buzadigan amallarni qilmasdan shartlarni bajarib, ana shu namozni tugatmagungacha namozi undan qabul bo'lmaydi. Endi la ilaha illalloh ham xuddi shunaqa. La ilaha illallohni bir odam shartlarini bajarsa, hayoti davomida la ilaha illallohni aytib kelsa va buni bilgan holida amal qilib kelsa, endi bu odam la ilaha hayoti davomida la ilaha illallohni Alloh saqlasin, biror bir musulmonni unaqa bo'lishini xohlamaymiz. Robbim musulmonlar sobit qilsin. Agar hayoti davomida la ilaha illallohni bilib turib yashasa-yu, lekin bir vaqtda la ilaha illallohni buzuvchi har qanaqangi bir so'z aytsa, har qanaqangi bir e'tiqod bilan e'tiqodlansa, har qanaqangi bir amal qilsa, bunga la ilaha illallohi nima bo'lmaydi? Foyda bermaydi. Misol uchun, e'tiqod qildiki, Rasululloh mana bu risolatini, dinini yarmini bizga o'rgatmadi desa, shuni ham e'tiqod qilsa, ham so'zi bilan aytsa, bunga la ilaha illalloh foyda beradimi? Foyda bermaydi, buzadi. Yoki aytsaki, Allohdan boshqalarning hukmi yaxshiroq desa. Mana bu shariat bizi kunimizda joriy qilib bo'lmaydi. Nimaga? Chunki u 1450 yil oldin bu shariat qilingan, o'sha vaqtga tushadi. Bu kunimizga mana bu shariat tushmaydi deb aytsa. Yoki qonun hukm qilishlik, halol va harom belgilashlik haqqini Allohdan boshqalarga bersa. Yoki tog'utlardan biri hukm so'rasa. Bu odamni ham la ilaha illallohni mana shu amali bilan buzganligi uchun la ilaha illallohni aytib tursa ham, amalida mana bu la ilaha illallohni buzuvchi biror bir e'tiqod, biror bir so'z, biror bir amal bo'lganligi uchun bunga nima bo'lmaydi? La ilaha illalloh u odamga foyda bermaydi. Demak, xulosa nima? Xulosa la ilaha illallohni shartlari deganimizdagi qasdimiz mana shu. Ana shu shart bajarilsagina va umri davomida ana shu shart himoya qilinib, u shartdan chiqmasagina u insonga nima bo'ladi? La ilaha illallohi foyda beradi. Buni qilmasa, buni shartlarini bilmasa, shartlarini bajarmasa yoki shartlarini bilib turib umri davomida bu shartlardan birortasini buzuvchi amallardan bir amalni qilib qo'ysa, bu odamga nima qilmaymiz? Bu odamga biz aytamizki, bu odam la ilaha illallohni buzdi deymiz. Qandayki namozni buzuvchi biror bir amal qilganda insonning namozi buzilsa, qaytadan uni namozni buzmaydigan holatda o'qimagungacha unga namoz bo'lmasa, xuddi shunday la ilaha illallohni aytgan
shartlarini bilgan odamni ham uni buzuvchi amallari qaytadan tavba qilib buzmasdan davom etmagungacha unga la ilaha illallohi nima bo'lmaydi, foyda bermaydi. Demak, Alloh subhanahu va taoloni huzurida la ilaha illallohimiz biz uchun foyda berishligi uchun la ilaha illallohni shartlarini bilishligimiz kerak va uni aytayotganimizda la ilaha illallohni shartlarini biz hayotimizda bajarayotgan bo'lishligimiz kerak va oxirgi nafasimizgacha ana shu shartlarni himoya qilib, uni buzuvchi kalimalardan, uni buzuvchi e'tiqodlardan, uni buzuvchi amallardan nima qilishligimiz kerak? Uni buzuvchi amallardan uzoq bo'lishligimiz kerak ekan. Xo'p, bu yerda boshqa bir masala bor. Bu bir muhim masalaki, nima uchun la ilaha illallohni shartlarini bilishligimiz kerak? Xosatan kunimizda. Ya'ni foydasi, zarari mana shu sababdan nima uchun la ilaha illallohni bilishligimiz kerak? Avvalo birlik, la ilaha illallohni bilmasak jahannamiy bo'lamiz. Undan tashqari yana nima sabab bor? Sabablardan bittasi shuki, bu juda ham muhim sabab. Bizdan oldingilar, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonida insonlar la ilaha illalloh kalimasidan jamiyatlarni uzoq tutishga harakat qilishardi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam insonlarga la ilaha illalloh deylar dedi. La ilaha illalloh tuflihu. La ilaha illalloh deylar, najotga erishasizlar dedi. Shuni vaqtlarda ular la ilaha illallohni eshitmaslik uchun quloqlarini bekitishardi. La ilaha illalloh kalimasini insonlarga yetkazishligi uchun nima qilishardi? Qo'lidan kelgancha kuchlarini sarf qilishardi. La ilaha illalloh deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular aytadiki, aja'ala alihatan ilahan wahida? San bu ilohlarni bitta iloh qo'ydimi? Inna hada la shay'un ujab. Bu shubhasizki ajablanarli ishdir dedi. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga innahum kanu iza qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun. Ularga qachonki la ilaha illalloh deylar desa, yastakbirun, kibirlanishardi. Va yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Va yana aytishardiki, biz bitta majnunni deb, bitta ahmoqni deb la ilaha illalloh deydigan bo'lsak, mana bu ilohlarimizni tark qilamizmi? Ya'ni la ilaha illalloh deyishganida nimani rad qilib, nimani qabul qilishligini bilganligi uchun mana bu jamiyatlar insonlarni la ilaha illalloh deyishlikdan uzoq tutishardi. La ilaha illalloh deyishlikdan uzoq tutishardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam zamonigacha shunday bo'lib keldi. Lekin tog'utlar mana bu urushlarini, uzoq tutishlarini, insonlarga qattiq qo'l bo'lishliklarini foydasini yo'qligini bilganidan keyin buni boshqa yo'llar bilan insonlarni uzoq tutishlikka harakat qilishdi. Ya'ni insonlarga har qancha la ilaha illalloh demanglar, uzoq turinglar deb dushmanlik qilsa, insonlar shuncha ko'p islomga nima qilishardi? Islomga qiziqish ortib, islomga kirishni boshlashardi. Lekin bular tushunishdi. Biz insonlarga mana bu shaklda harakat qilsak, insonlarni nima qila olmaymiz? Insonlarni bu dindan uzoqlashtira olmaymiz. Insonlarni la ilaha illallohni aytishdan uzoq qildira olmaymiz deydi. Lekin vaqt o'tganidan keyin bular boshqa yo'lga o'tishdi. Tushunishdiki, biz insonlarni mana bu holatda uzoq qila olmaymiz. Uni o'rniga nima qilamiz? Uni o'rniga insonlarga mana bu la ilaha illallohni ayttiramiz. Mana bu aytirayotgan paytimizda la ilaha illalloh kalimasini ichidagi ma'nolarni o'zgartiramiz, ichidagi ma'nolarni buzamiz deydi. Haqiqatdan ham la ilaha illallohni haqiqatdan insonlarga ta'sirli qiluvchi 3 ta narsani buzishdi, 3 ta narsani insonlarga unuttirishdi. Aytaraman. Bu odamlar la ilaha illalloh demanglar, la ilaha illallohdan uzoq turinglar deb ularga qarshi jihad qilishliklari, ularga qarshi qamashliklari, ularga zulm qilishliklarini foydasiz ekanligini bilishdi. Buni bilganidan keyin boshqa yo'lga o'tishdi. Bu yo'l la ilaha illallohni ma'nosini buzishlik,
la ilaha illallohni haqiqiy ma'nolari nima ekanligini unuttirishlik uchun boshqa yo'lga kirishib, insonlarda la ilaha illallohni ta'sirli qiluvchi 3 ta narsani buzishdi, 3 ta narsani unuttirishdi. Nima edi u 3 ta narsa? Birinchisi, la ilaha illallohni ma'nosini tahrif qilishdi. Bugun mana bu xoinlar, mana bu din dushmanlari birinchi yo'l la ilaha illallohni tahrif qilishdi ma'nosini. Alloh subhanahu va taoloni ibodatda birlanishligi, Allohga hech narsani sherik keltirmaslik, Allohga shirk keltirganlardan bari bo'lishlik, Allohdan boshqa ibodat qilinayotgan tog'utlarni rad qilinishlik ma'nosini unuttirishdi. Buni o'rniga Alloh yaratuvchi degan ma'noni insonlarni aqllariga, insonlarning qalblariga joylashtirishlikka harakat qilishdi. Ya'ni bugun insonlar la ilaha illalloh deganda yolg'iz Allohga ibodat qilishlik kerak, Allohni birlashlik kerak, Allohga shirk keltirmaslik kerak, Allohga shirk keltirayotgan mushriklardan bari bo'lishlik kerak, Allohdan boshqa ibodat qilinayotgan tog'utlarni rad qilishlik kerak degan ma'noni unuttirishdi. Buni o'rniga la ilaha illallohning ma'nosi nima? La ilaha illalloh Alloh yaratuvchi, Alloh rizq beruvchi, Alloh osmonlarni boshqaruvchi, Alloh yomg'ir yog'diruvchi degan aqidani insonlarga singdirishdi. Xuddi makkalik mushriklarni iymonlari kabi. Makkalik mushriklarning aqidasini nima qilishdi? La ilaha illallohni ma'nosini tahrif qilib, la ilaha illallohni haqiqiy ma'nosini o'rniga makkalik mushriklarni tahrif qilingan aqidalarini o'rnini qo'yishdi. Bu birinchi. Ikkinchisi ikkinchisi la ilaha illallohni shartlarini unuttirishdi. İnsonlarga la ilaha illallohni shartlari bor. La ilaha illallohni shartlarini bilmasdan aytgan odamga la ilaha illallohi foyda bermaydi deyotgan odamlarni xavorij deb ko'rsatishdi. La ilaha illallohni shartlarini unuttirishdi. Buni o'rniga man qala la ilaha illalloh dakhalal jannat degizdirishdi. Kim la ilaha illalloh desa jannatga kiradi degan uridu o'sha haq bo'lgan, lekin bu bilan botilni qasd qilingan gaplarni gapirishdi. Kim la ilaha illalloh desa jannatga kiradi. Kim la ilaha illalloh desa bo'ldi, bu oxirgacha hayotini mobaynida nima qilsa, Allohdan boshqa ibodat qilsa ham, Allohdan boshqa iloh bor desa ham, ateistlar ham odam desa ham, yahudiylar ham bitta musulmon desa ham, yahudiylar ham jannatga kiradi, xristianlar ham jannatga kiradi desa ham, bu odam la ilaha illalloh dedimi? U odam jannatga kiradi degan kalimalarni, aqidalarni nima qilishdi? Kirgizishdi. La ilaha illallohning haqiqiy shartlarini unuttirishdi. Uchinchisi, la ilaha illallohni buzuvchi amallarni insonlardan uzoqlashtirishdi, insonlardan unuttirishdi. Ya'ni la ilaha illalloh kalimasi bir marta aytildimi, umri mobaynida nima qilsa qilsin, qanaqa amal qilsa qilsin, bu odamga foyda beradi degan narsani insonlarga o'rgatishdi. Mana shu tarzda haqiqatdan ham islom ummatini bo'lishdi. Mana shu narsani insonlarga yollanma domlalar bilan, yollanma soxta tavhid da'vatchilari bilan Isroilda o'qib kelganlarning orqasidan o'qitgan domlalarni vositasi bilan insonlarga mana shu aqidani yoyishdi va ummatni tafriqaga bo'lishdi. Haqqa chaqirganlar xavorij bo'ldi. Hukm Allohniki deydiganlar xavorij bo'ldi. Yolg'iz Allohga ibodat qilish kerak deganlar xavorij bo'ldi. Inil hukmu illa lillah degan oyatlarda aytgan odamlar xavorij bo'ldi. Mushriklarni takfir qilganlar irhobiy terrorist bo'ldi. Tog'utlardan uzoq turinglar deganlar qamoqxonalar bilan mana shu soxta imomlarni fatvosi bilan birgalikda qamoqlarga to'ldirildi. La ilaha illallohni mana shu holatda nima qilishdi? Buzishdi. Bizdan oldingi rasullar mana bu kalima bilan, la ilaha illalloh kalimasi bilan jamiyatlarni uyg'otishayotgan bir vaqtda bugungi tog'utlar mana bu kalimalar bilan, mana bu la ilaha illalloh kalimasi bilan insonlarni o'zlariga qul qilishni boshladi. La ilaha illalloh kalimasi bilan insonlardan saylovlarda o'sha ovoz qozonishlikni, saylovlardan odamlardan saylovdagi o'sha ovoz to'plashni boshlashdi. La ilaha illalloh deb turib, Alloh subhanahu va taolo ruxsat bermagan narsalarga ovoz to'plashni boshlashdi.
Oldingi insonlar la ilaha illalloh deganda aziz bo'lishayotgan edi. La ilaha illalloh deyishganda butun tog'utlarga qarshi, butun dunyoni boshqarib turgan Rim imperiyasiga, Fors imperiyasiga qarshi bosh ko'tarib, Allohdan boshqa ibodatga loyiq zot yo'q. Sizlar hammanglar mushriksizlar, sizlar hammanglar tog'utsizlar. Bizlar insonlarni Allohga qullik qilishlik uchun, qullardan qullarga ibodat qilishlikdan yolg'iz Allohga ibodat qilishlikka keldik deyotgan odamlar bugun la ilaha illalloh deb turib, qullarga, tog'utlarga ibodat qilinadigan holatga nima qildi? Holatga kelib qoldi. Bizdan oldingilar la ilaha illalloh deyotganida tog'utlarni tushlariga kiradigan, qo'rqitadigan mujohidlar bo'layotgan paytlarida bizdan oldingilar aytgan la ilaha illalloh bilan bizga kunimizdagi aytilayotgan la ilaha illalloh bilan tog'utlarni haqiqiy ko'ngilli askaridagi soxta mujohidlar bo'lib qolishdi. Subhanalloh. Tavhid da'vatchisini mana shu sababdan muhimki, mana bu narsaga qarshi turib, insonlarga uslub bilan, to'g'ri usul bilan, fahm bilan nima qilishligi, insonlarga mana shu 3 tahrifga qarshi alohida mana shu 3 asosni yaxshi o'rganib, mana shu 3 asosni fahm qilib, insonlarga nima qilishlik, mana bu narsani qaytadan uyg'otishlik, qaytadan insonlarni tiriltirishlik, qaytadan insonlarni uyqularini qochirishlik, shirk botqog'idan chiqarib, tavhidni azizligiga olib kelishlik bo'lishlik kerak. Har bir musulmonman deydigan insonlarga. Shu sababdan biz la ilaha illallohning shartlarini, ma'nosini, uni buzuvchilarni nima qilishligimiz kerak? O'rganishligimiz kerak. Bugungi darsimiz mana shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Alloh nasib qilsa, keyingi shanba kuni mana shu vaqtda yana la ilaha illallohning birinchi shartlaridan sizlar bilan suhbat qilishlikda, dars qilishlikda davom etamiz. Robbim eshituvchilarga hammamizga foydali va manfaatli qilsin. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant va astaghfiruka va atubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin.